100 yillik marafon. Avtori Michael Pillsbury. Xitoyning Amerikaning o'rniga dunyoviy hukmron bo'lishdagi maxfiy strategiyasi. 3-bob, 2-qism. 1972 yil fevralda Mao Zedong Nixon bilan suhbat uchun yüzme-yüz o'ltirganda Xitoy o'z rolini to'liq joriy qildirdi. Mao Zedong Sovetning qo'yniga o'zini atgan chog'dagi hunarini Amerikaliklarga ishlatib, Xitoyni boshqalarga ziyon salmaydigan yordamga va qo'g'dashga muhtoj bichara sifatida tasvirladi. Mao bir qitim Amerika to'g'riliq shundoq degan edi. Ular manga ko'ngil bilamdi. Bu mushukning o'lik chashqonga yig'ilg'ini o'xshash bir ishqo. Mao Zedong hatto Amerikaliklar Xitoyning mo'risiga dastlab turib, Moskvaga yetdi deb Amerikaliklarni o'zini aqlaydigan o'ringa tushirib qo'ydi. Yillar keyin Kissinger Xitoy amaldorlari bilan ishlarni o'rinlashtirayotganda o'zi his qilgan ko'rinarli shubhalarni mundaq aks ettirdi. Amerikaning zo'migarlikka qarshi va'dasi bir yil bo'lib qolsa-chu. Xitoy mudofaani bo'shashtirish bilan Washington bilan Moskva Beyjingga qarshi birlashib hujum qilsa-chu. G'arb Xitoyni aldawatamdi yoki o'zini o'zi aldawatamdi? Har ikki xil ahvolda amaliy oqibat Sovet ittifoqining yundillarini sharqqa Xitoy tarafga ittirish bo'ladi. Mushundaq ehtimaldagi tushunchalarga taqobil turish uchun Nixon Mao Zedongga Sovetning Xitoyga qarshi elib boradigan har qanday tajovuzchilik harakatiga qarshi turadiganligini va'da qildi. Nixon agar Xitoy o'z bexatarligini qo'g'dash uchun tadbir qo'llansa, o'z hukumatining boshqalarning Xitoyning ishiga aralashish tipidagi har qanday tirishchanligiga qarshi turadiganligini bayon qildi. Shu kuni Nixon Beyjingda boshqa amaldor bilan ko'rishdi. Kissinger harbiy komitetning muavin raisi Marshal Ye Jaeyingga va Tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Chao Guanhuaga Sovet kuchlarining Sovet Xitoy chegarasidagi o'rinlashtirishlari to'g'risida tushuncha berdi. Yale universitetining professori Paul Bracken 2012 nashr qilingan 2 qatimliq atom davri nomli asarda tunji bo'lib ko'rsatib o'tganidek Kissinger ko'rishda Xitoyga atom nishoni to'g'risida uchur berdi. Marshal buningga sizning o'zaro munosabatlarimizni qo'yiqlashtirishimizni umid qilganligingizning ifodasini his qildim deb ifoda bildirdi. Bu qatimliq ko'rishda Sovetning quruqliq kuchlari, aeroplanlari, boshqariladigan bombalari va atom qurollari to'g'risidagi tafsilotlarmi tilga ilingan edi. Kissingerning Xitoy ishlaridagi eng yaqin yordamchisi Winston Lord Aqsaroyning Sovet bu uchur almashtirishdan xabar topadi deb faraz qilganligini biladi. Haqiqatan az o'tmay Moskva buningdan xabar topdi. Mao Zedong Amerika bilan Xitoy Sovet pasandalari qarshisida birlashish kerakligini bildirdi. Bo'libmi NATOning ittifoqligini saqlash uchun Washingtonning o'z ittifoqlashlari bilan texmi yaqin hamkorlashish kerakligini ilgari surdi.
Mavzudun yana Amerikaning Yevropa, Turkiya, İran, Pakistan va Yaponiya qatorliq davlatlarni o'z ichiga olgan holda Sovetga qarshi birlik saf qurib chiqishini tashabbus qildi. Sovet zo'ravon hokimiyatiga qarshi bu qo'rshash harakati urushqoq bagliklar davrining klassik usuli edi. Amerikalıqlarning xato ketgan tarafi shu bo'ldiki, Amerika Xitoy ittifoqdoshligi. Amerika o'ylagandek Xitoyning mangulik strategiya moyilligi emas edi. Xitoyning nazarida bu ittifoqdoshlik ikki urushqoq bagliklar davlati o'tirsidagi vaqtliq hamkorlikdan iborat edi. Mao Zedongning 1972 yildagi hisob kitobi taki Xitoylar shuningdan 20 yil keyin bir aslamasini oshkorlaganga qadar o'ttirga chiqmagan edi. Bu ko'rishish Kissingerni optalla masxush qilgan bo'lib, u Nixonga Angliyani hisob qilmaganda Xitoy dunyoviy tushuncha jihatda bizga eng yaqin bo'lishi mumkin degan edi. Uning so'zida Xitoyning strategiyasidan bir oz gumonlanish mavjuddek bilindi. Xitoyning Amerikaga qarta gumoni texi tugmagan edi. Ular bu uchrashishning oxirida imzo qo'yilgan Shanxay o'rtaq bayonotida o'tirg'i qo'yilgan Kissingerning Asiyada Sovet kengaymichiligini to'sadigan yoshirin ittifoqlik vujudga chiqayotganligidek ko'z qarshiga qo'shilmadi. Bayonotda mundaq deyilgan: Mayli Amerikaning, mayli Xitoyning Asiya Tinch okean rayonida zo'ravon kuch bo'lib olishiga yo'l yo'q. Shundaqla ikkili taraf boshqa har qanday davlat yoki davlatlar guruhining bu rayonda zo'ravon kuch bo'lib olish tirishchanliklariga qarshi turdi. Shundaqla ikki tarafning hech qaysisi uchinchi tarafga vakolatan suhbat o'tkazishga qarshi taraf bilan boshqa davlatlarga qartilgan to'xtam yoki kelishimlarni imzolashiga bo'lmaydi. Agar Nixon hukumati Xitoy bilan ittifoqdosh bo'lmoqchi bo'lsa, Xitoyning buningga bergan signali Amerikaning texmi ko'proq keng qo'lliq qilish edi. Shundaq qilib, Nixon hukumatining yana bir qatimliq maxfiy qo'llash taklifi 1973-yili Beyjingdagi uchrashishda o'ttirg'a chiqdi. Taklif Amerika bilan Xitoyning birlashish orqali Moskvani cheklaydigan va eng kamida Sovetning diqqatini tortadigan bir usulni tepib chiqishni asos qilgan aniq bexatarlik va'dasini o'z ichiga olgan edi. Kissinger Xitoylarga Nixonning Xitoyning Amerikaning manfaatiga taqishadigan bir hujumga uchrash mumkinchiligi bo'lganligi uchun Xitoy bilan betaraflik darajada munosabat o'rnatishni xohlaydiganligini aytdi. Bu Amerika armiyasining Shimoliy Koreya va G'arbiy Germaniyadagi askariy o'rinlashtirishlarga o'xshash o'tirg'i chiqqan tasodifiyliklarda Amerikaning muhim davlat manfaatining borligini ko'rsatadigan simvollik mina liniyasi uqumi edi. Kissinger Xitoyning shimoliy chegarasiga mangulik askar turg'izishni umid qilmagan bo'lsa-mu, biroq zil-zil paydo qiladigan bir ishni xohlaydi. Mana bu Mao'ning generallarining 1969-yili Mao'ning Nixondan izdishi kerak bo'lgan ish Moskvaga ko'rinarlik qo'l ishorati qilishdan iborat edi.
Kissinger hatto bu strategiya uchun vaqt o'rinlashtirishni o'ttirg'a qo'ygan. Kissinger Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi Huang Huaga Xitoy uchun eng xatarlik davrning 1974-yildan 1976-yilgacha bo'lgan araliqda bo'ladiganligini. Bu chaqda Sovet ittifoqining yumshash va qurolsizlantirish qatorliq vositalar orqali askariy kuchini yetkazganligini. Shundaqla hujum xarakterlik atom kuchi iqtidorini oshirganligini aytgan. Kissinger shu payt kelganda mina liniyasining harakatga o'tishini orzu qilgan edi. Keyingi qatimliq, ya'ni Nixonning Mao'zedong bilan ko'rishgandan keyingi 4-qatimliq Kissingerning Xitoyga tunji ziyoratidan keyingi 6-qatimliq maxfiy taklifda Amerika taraf o'zlarining Sovet bilan qilgan har qanday to'xtamining Xitoyga ta'minlanadiganligini va'da qildi. 1973-yili Nixon bilan Sovet lideri Leonid Brejnev orasida ilib berilgan katavaşlar yig'inida Kissinger biz Sovet bilan birlikda qilishga tayyorlangan har qanday ishni Xitoy bilan birlikda qilishga tayyormiz deganni qaytadan ifoda qildi. Amaliyotda Amerika Xitoyni Sovet bilan tuzishgan to'xtamlardanmi yaxshiroq to'xtam bilan ta'min etishni xohlaydi. Biz balkim Sovet ittifoqi bilan qilishga tayyor bo'lmagan ishlarni Xitoy bilan qilishga tayyor bo'lishimiz mumkin degan edi Kissinger. Taxminan mushu vaqtda Nixon Amerika har qanday ahvolda atom urushiga qarshi ixtiloflarga munosabatli kelishimga binoan Sovet ittifoqi bilan billa harakat qiladigan har qanday birlashmaga qatnashmaydi. Xitoymo shulardan biri deb bildirga avatdi. Buning bilan o'xshash paytda Nixon Amerikaning qonun nizomlaridan ustunlik bilan agib o'tib, Xitoyni Angliyaning vositasi orqali texnika bilan ta'minladi. 7-qatimliq maxfiy yordam hatto 30 yildan buyon CIA, ya'ni Markaziy axborot idorasiga oshkorlanmagan eng sezgur masalalardan biri edi. Bu qatimliq yordamga 1973-yili ichki qismda elib berilgan bir munozara sabab bo'ldi. Bu Amerikaliklarning Beijingga bergan noaniq va'dalarini o'zgartib, Xitoyni kuchlantirish uchun amaliy harakatga o'timizmi yoki faqatla so'z va badan tili saviyasida qolamizmi? Amerika Xitoy bilan texnik konkret bo'lgan bexatarlik tushuncha hosil qila olamdi? Yoki buning o'rniga ikki taraf munosabatining diplomatik normallashishida halqish xarakterlik ilgirlash hosil qila oladiganligi va'dasini berish bilanla cheklanamizmi degandan iborat menmo shohid bo'lgan bir munozir edi. Shu yili Rand aql ambiri shirkatida ishlayotgan edim. Xitoyshunos mutaxassis bo'lish supatim bilan mening bu shirkatga xizmatdashim Kissingerning yaqin odami hisoblangan Richard Morston tarafidan manga Kissingerning Xitoy rahbarlari bilan o'tkazgan suhbatlar to'g'risidagi eng maxfiy tafsilotlarga erishish fursati berildi. Andy Marshall va Fred Eckel meni Randga elib kelgan edi. Men kelib uzoq o'tmay Fred Eckel Nixon tarafidan qurol yaroq kontroli va askar qisqartish organiga direktor qilib tayinlanganlikdan shirkatdan ketib qoldi.
Ekil mening Xitoy to'g'risidagi analizlarimni muhokama qilish, Kissingerga axborot va oldin signal berish texnologiyasi to'g'risida maxfiy hamkorlashish taklifi sunish uchun meni bu organdagi ishxonaga necha qatimlab taklif qilgan edi. Men Ekilning Amerikaning konkret holda Xitoy bilan maxfiy hamkorlashishni qo'llashi jihatda ham fikr bo'ldim. Gerçi Ekil Kissingerga rasmiy munosabat, ya'ni rasmiy shakldagi ittifoqdoshlik o'rnatishning ko'ngildagidek ish bo'lmasimi? Washingtonning Xitoyni taq yo'nalishlik holda texnikalik xususiyatga ega yordam bilan ta'minlashga bo'ladiganligini aytdi. Amerika Sovetning Xitoyga qarshi harbiy harakatlar to'g'riliq Washingtonning Xitoyni oldin ola maxfiy ogohlantirish uchurlari bilan ta'minlaydigan qiziq liniyalik o'rinlashtirishni vujudga chiqara oladi. Ekil ikkimiz kun tartibimizga shundoq yozgan edik. Xitoyning ko'p qism strategik kuchi bombardimonchi aeroplanlarla tashkil topganligini nazarga olganda, Xitoy taraf o'z kuchining ojizligini ko'rinarli darajada tuvanchakka tushirish uchun oldin ogohlantirish vositalaridan foydalansa, unumi yaxshi bo'lishi mumkin. Qiziq liniyaning mumkinchilik ostidagi Sovet hujumi to'g'risida bizni ogohlantirishga qodir bo'la oladiganligidek amaliyat kuchlik bir asosdir. Biz yana agar Sovet ittifoqi Xitoyga hujum qilmoqchi bo'lsa, Washingtonning Beyjingga qattiq detal va texnologiya setib berishini tashabbus qildik. Shundaqla Xitoyning nishonga olgan Sovet nuqtalarining o'rin jihatdagi to'g'riliqini yuqori ko'tarish uchun Amerikaning yuqori suzuklikdagi sun'iy hamroh rasmlarining Xitoyga ta'minlanishini qo'llagan edik. Kissinger bizning taklifimizga qo'shildi. Kissinger o'tirg'a qo'ygan Amerikaning Xitoy bilan real shaklda yoshirun hamkorlik o'rnatish planidan ozgina kishilarla xabardor edi. Kissinger 1973-yili noyabrdagi Beyjing ziyoratida Xitoylarga Sovetning hujumi yuz berib qolsa, Amerikaning Xitoyni aslihalar va boshqa mulozimatlar bilan ta'minlaydiganligini aytdi. Kissinger Amerika Beyjing bilan boshqa yerdagi Xitoy kurashchi aeroplanlar bazasi orasidagi aloqaning yuqori ko'tarilishiga ba'zi soxta ko'rinishlar asosida yordam bera oladi deb ko'rsatdi. Kissinger yana Xitoy yasamoqchi bo'lgan ma'lum xil radarlar uchun Xitoyni texnika bilan ta'minlab bera oladiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Bundaqcha aytganda, Kissinger Xitoy xalq ozodlik armiyasiga Ostrtdan yordam berdi. O, mayli tinchlik davrida bo'lsin yoki Sovet hujumi ostida bo'lsin, harbiy yordam munosabatining boshlanishini o'ttirg'a qo'ygan edi. Meni hayron qoldirdig'ini Xitoylar dastlabida 7-qatimliq taklifdan hazar aylab, tafsiliy javob berish uchun loyihalar haqida izlanib ko'rish uchun vaqt talab qildi. Xitoylar Amerikaning oldin ogohlantirish sistemasi jihatda o'zlari bilan hamkorlashishning qaltis yordamchanlikqa ega axborot bo'ladiganligini, biroq buning hech kim ittifoqdosh deb his qilib qolmaydigan shaklda yurgizilishi kerakligini aytdi. Xitoy rahbarlari shafqatsizlik va to'xtalg'usi yo'q ittifoqdoshlikni yutib olgan urushqoq bagliklar davri tushunchasi bo'yicha
Kissingerning takliflarining Xitoyni Moskva bilan urushga selib qo'yish tirishchanligi bo'lib kelishidan gumonlangan. Xitoylar ehtimol Nikson bilan Kissinger bu taklifni berishda tavakkul qilgan xatarni tan olmagan bo'lishi mumkin. Kissingerning Xitoy ishlaridagi eng yaqin maslahatchisi Winston Lord Kissingerga sungan bir bildirgida bu qadamni besishga e'tiroz bildirib, uning qonunga uyg'un kelmay qilish mumkinchiligini va ruslarning tishini qirishtirdiganligini bayon qilgan. Sepi o'zidan Xitoy bilan munosabatni yaxshilash tarafdori bo'lishiga qaramasdan, bu loyihaga qarshi chiqqan Lordning fikrini Kissinger bostirib o'tgan. 1970-yillarning oxirida Deng Xiaoping to'xtovsiz holda huquq egallab, Xitoyning Amerika bilan bo'lgan ommaviy munosabat hujumidagi nuqtaliq shaxsga aylanganligi uchun Xitoy-Amerika munosabati eng yuqori pallaga chiqdi. G'arbliklarning nazarida Deng Xiaoping mo'tadil islohot ideyasidagi tamkin mo'ysipitlarcha yurish turishiga ega ko'ngildagidek rahbar edi. Yig'inchoqlaganda Deng Xiaoping g'arbliklar ko'rishni istaydigan kishi edi. Biroq Deng Xiaoping yavash yumshoq bo'vay emas edi. U Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining maxfiy yig'inlarida g'arblik taqobil turishdagi ilgirlashlarning kamchiliklarini tilga ilib, yordamchilari va maslahatchilariga g'azablanadi. Deng Xiaoping Mao Zedongning yetaklashi va uning chataqchi islohotlari sababli Xitoyning mushtumzo'r Amerikadan o'tib ketish tirkishida 30 yil vaqtni o'ttirayotganligini ilgari suratdi. Deng Xiaoping amerikaliklar bilan hamkorlashishga xushtor edi. Biroq u bu hamkorlikdan jamoat iste'molini nazarda tutgan emas. U Xitoyning xato holda sovetcha iqtisodiy modelga ergashganligi sababli amdilikda buning badilini to'layotganligini to'g'ri shaklda yakunlab chiqqan. Keyingi chog'larda Amerika axborot amaldorlarining qo'liga tushgan Xitoyning ichki hujjatlaridan shuni ko'rib yetimizki, Xitoy rahbarlari o'zlari qila oladigan hamma narsani tavrinib qolgan Sovet ittifoqidan elib xato qilganligini xulosalagan. Deng Xiaoping Amerika bilan bo'lgan munosabatda o'xshash xatoliklarni takrorlamadi. U Xitoyning marafonda ilgirlash hosil qilishidagi to'g'ri yo'lning Amerikadan bilim va texnika o'rganish ekanligini ko'rib yetgan. Mundaqcha aytganda, Xitoy keyin o'ttirg'i chiqib, o'z energiyasining ko'p qismini oldida ketayotgan amerikaliklardan elish orqali marafonda utib chiqmoqchi bo'lgan. Xitoy Markaziy komiteti siyosiy byurosida Deng Xiaoping urushqoq bagliklar davridan qolgan muddayingni yoshirib, o'zingni kuchlantir degan o'gitni ko'p naql qildiganligi bilan mashhur edi. U yana vositaliq, munosabatga ta'sir yetkazmaydigan hikoyalar orqali raqiblarga shaba beradi. Deng Xiaoping 1975-yili O'shkinjayda prezident Gerald Ford bilan tunji qatim ko'rishganda Xitoyning klassik asri hisoblangan 3 podshohlik haqida qissadan bir hikoyani naql qilgan edi. Hozir o'ylaganda bu Deng Xiaopingning shu voqeani naql qilishi nihoyatda muhim bir nuqta bo'lsa-mu, lekin Ford Deng Xiaopingning maqsadini faqat tushunmagan edi.
bu hikoyamo o'xshashla oldingi bobda tilga ilingan Xitoy adabiyotida Xitoy tarixidagi eng mashhur zo'ravon ko'sh deb qaraldigan Cao Caoga munosabatlik edi. Amaliyotda Cao Caoni Xitoy qadimgi adabiyotidagi ba uqumining eng yaxshi misoli deyishga bo'ladi. Deng Xiaoping bu hikoyani qisqacha bayon qilib, Cao Caoning Liu Bei'ni yengib, o'zining ba atamanliq o'rnini saqlab qolganligini, Liu Bei'ning mag'lubiyatdan keyin Cao Caoga ishligisi borligini tashabbuskorlik bilan o'tirg'a qo'yganligini, lekin Cao Caoning Liu Bei'ning sadoqatiga ishonch qila olmaganligini Fordga aytdi. Deng Xiaoping yana Prezident Fordga Cao Caoning Liu Bei burkutga o'xshaydi. U och qolganda sen uchun ishlasimi, to'ygan hamon uchib ketadi degan so'zni aytgan. Qarmoqqa Deng Xiaopingning bu so'zidagi burkut Sovet ittifoqini ko'rsatgandek qiladi. U Amerikaning Sovet ittifoqini ko'ndirish urinishi mag'lub bo'ladi. Sovet ittifoqi ko'zlagan narsasiga erishgan hamon o'z manfaati uchun Liu Bei'ga o'xshash peshini qiqib ketib qoladi deb ogohlantirgan. Amerikaliklar Deng Xiaopingning bu so'zlaridan ayni ogohlantirishning Xitoyga mos keladiganligini his qilib yetolmagan edi. Amerika Xitoyni yo'lab, o'zi bilan tang saviyaga chiqargan hamon Xitoy bu xil sheriklikni tashlab o'z yo'liga ravon bo'ladi. Shundaqdimi Deng Xiaoping ustadlik qilib, Cao Cao bilan Liu Bei o'rtasidagi eng dangliq voqealikni bayon qilmaslikni tanlagan. Agar Deng Xiaoping u voqealikni bayon qilgan bo'lsa, Xitoyning Amerikaga bo'lgan haqiqiy niyatini oshkorlab qo'ygan bo'ladi. Xitoy qattiq qo'llari texicha bu koni voqealikda ifodalangan kinoyani ochiq oshkora qalamga elishni boshlagani yo'q. Biz bu ochqishliq masalani nuqta qilib turib, Xitoyning strategik dartma so'z harakatlarining shifrini yeshishga muhtojmiz. Dengning ayni chog'da aytganlari to'g'riliq Prezident Fordning bo'lsin yoki Kissingerning bo'lsin biror narsani anqiralganligini ifodalaydigan hech narsa mavjud emas. Davomi bor.